Biz o'zi kuchli bo'lganmiz. Ishonmayman boshqacha bo'lganiga. Biz Osiyo maydonlarini zabt etib, keyin qatorasiga saralashlarni boy berganimizda ham nimadir yetmay qolgani, liderlar bilan muntazam 4 o'rin uchun kurashganimiz aslida kuchliligimizga dalolat. Lekin baribir o'sha yetishmay qoladigan narsani izlardik. Nima u? Talantlarmi? Yo'q, bizda doimo kuchli avlod bo'lgan, zo'r futbolchilar bo'lgan. Mirjalolimiz bo'lgan axir. Maksim Shatskixdek hujumchimiz o'ynagan. Shkvilinu, Shirshov, Ahmedov va Jeparovlar avlodi baribir mundial ishtirokchisi bo'lishga arzirdi. O'sha yetishmagan jihatni oxirgi payt ilg'agandik. Hammamiz bildik, e'tibor. Ha, mamlakatning birinchi shaxs tomonidan bo'lgan e'tibor. Bu futbolga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Axir maydonda 11 yigit o'ynaydi. Ular o'z gollarini urishsa bo'ldi-ku deymiz. Shunaqa, lekin doimo bir ochko yetmay qolishi, bir gol yetmay qolishi, oxiriga borganda nimadir omad bizni tark etishi baribir bekorga emasdi. Qarang, Shavkat Miromonovichning futbolga e'tiboriga. Bu qarorlar bilan emas, balki munosabat bilan, stadionga tashrif bilan. O'sha kuni yoshlarimiz Osiyoda tengsiz bo'lib kubokni O'zbekiston prezidenti bilan birga boshlari uzra ko'tarishayotganda, o'sha doimo bizga yetmay qoladigan bir qatra futbol mehri namoyon bo'lgandek. O'sha mehr futbolni sevish, jaydari yigitlar bilan vujudan birgaman degan xitob hammasini o'zgartirib yubordi. Men hozirgi terma jamoamizni oldingilarda o'ta farqli darajada demagan bo'lardim. Bularning baxti o'sha doimo yetmay qoladigan bir chimdim mehr keyinchalik kerakli ochkoga, kerakli golga va kerakli omadga aylanayotganida. Ha, o'sha e'tibor tufayli deb o'ylaymiz, O'tkir Yusupov koreyslarning 2 penaltisi yo'nalishini topdi. O'sha mehr bois raqiblarimiz aksar hollarda bir kam o'yinchi bo'lib qolaverishdi. O'sha ishonch tufayli biz Erondan qo'rqmay boshladik. Forslar ilk bor o'zlariga teng raqib ko'rishni boshlashdi va bugun ilk marta mundial ishtirokchisi bo'lishimiz mumkin. Ilk bor, eshityapsizmi? İlk bora hammasi o'z qo'limizda. İlk bora hatto durang ham qoniqtiradi bizni. İlk bora biz uyga borayotgan raqibimiz bizdan qo'rqyapti. O'zbekistonliklar kamroq kelsin, bizga qo'rqinchli bosim bo'lmasin deb mamlakatidagi eng kichik stadionda o'tkazishyapti o'yinni. Lekin bu narsalar Timur va uning yigitlariga zarracha ta'sir o'tkazmaydi deb o'ylaymiz. Chunki ular bilishadi, ortda vatan bor, el bor va mundial uchun yetmay qoladigan kimtik o'rnini to'ldiruvchi mehr bor.